Assalomu alaykum rais. Tuzumsizlar, charchamoqsizlarmi? Sizlarga bitta zo'r narsa topib qo'ydim. Bunaqasi yo'q. Bo'lmagan menimcha. Rais, Damas 1994-yil koreyskiy variant. Junsan-munsanlar yiqqan buni. Xo'sh, dokumenti ham bor, eng qizig'i buni. Rais, yuradi kamiga. Xo'sh, buni ayblarini aytaman rais. Nimaga arzon narxi boshida aytaman, bu videoni oxirida aytaman degan gap yo'q bizda. $700 dayrimiz chiqadi. Faqat o'zimizni yaqin atrofga, uzoqqa rais avtomat qilib olasizlar. Mashinani, короче, yuradi. Gazi bor. Korobka 2 dan o'tyapti, zadniy moz 60 dan keyin ovoz chiqaryapti. Bu 12 ballonlarda 12 ballonda turibdi. Mashina naqadu minib yuribgan odam. Kuzovida endi u yoqlarda ishlar bor. Endi $700 Damas, menimcha bu ana 6000 lik Damas qiladigan ishni ham qilaveradi rais. Bu 6000-7000 ga Damas buni ishlash shart emas mana. Mana undan ko'ryapsizmi? O'zigacha ko'rk bu Damas. Bu yuradi rais. Bemalol kelib zavod qilib haydab olib ketaverasiz. $700. Parkent o'zimizga yaqin joylarga dayrimiz chiqadi. Hatta uzoqroqlarga avtomat qilib olasizlar. Yangi tex pasportlarda bu 94-yil rais. Yaxshilar videoni ko'rib aloqaga chiqinglarni iltimos qilamiz. Ayblarni aytdim. Zadniy moz ovoz bor, korobka yaxshiga tushmi, 2 ga yaxshi tushmoqda. Motor zo'r lekin. Mana. Bu Junsan yiqqan Damas bu rais. 94-yilda Junsanlar yig'ib jo'natgan-ku, o'sha Damasdan bu. Mana. Sotiladi rais. Yo'q, yani u 7000-8000 ga minib yurgan o'rtog'ingizga Damas mana. Kolonkalari ham bor kamaga, mana qarang. Mana. Orqa sidinlar yo'q, mana shu turishi rais. Orqa sidinasi qani, o'ta qani, bo'ta qani emas, mana shunda turish. Bosing, layklarni bo'ngbillatib tashlang rais. Bundan ham arzonlarini topib beraman hali oldinda. Bosing.